Uchqo'rg'onda xizmat servis sohasi kuchayib boryapti. Demak, tadbirkorlik rivojlanyapti. Mana bugun, aniqrog'i tez kunlarda yana bir ajoyib supermarket ochilish arafasida. Mana hamma yoq tartibsiz holatda. Chunki ishga tayyorgarlik ko'rishyapti. Qarang buni kattaligini. Hop, bu Xayrul akamning do'koni. Sirni aytaman. Bu yer hammadan ko'ra arzonroq, to'g'rimi? Sardorbek, qutlug' bo'lsin. Arzonligini sababi joy o'zlariniki, arenda to'lashmaydi. Narxga narx qo'shish shart emas bularni. Qarang bularni go'zalligini. Shotki, Ulug'bek ham shu yerda. Mana. Men bitta narsa narxini bilib qoldim. Mana shu ko'chada 50 ming, bu yerda 37 ming ekan. Hozir tayyorgarlik ishlari davom etyapti. Biz o'zimizdan kelib chiqib birinchi bo'lib qutlug' bo'lsin deb bostirib kirdik ana. Mahsulotlarni ko'ring. Deyarli hamma mahsulot bor ekan. Yana bir narsa, o'sha haligi Mongoliyadan keladigan chet el go'shtlari hozir kelyapti ekan. Bular endi o'sha go'shtni marinovka qilib sotar ekan. Qalay. Yana qanaqa sharoit kerak sizga? Yaqin kunlarda, shu 1-2 kun ichida yana bitta katta bayram Uchqo'rg'onda. Mana istab yurgan narsa mana yerda bor ekan. 15-bog'chaga bolasini olib keladiganlar, mana sizlar uchun.